Xabar berilgandek, respublika bo'ylab avtomobil yo'llarida qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni aniqlash hamda ularga nisbatan qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida keng qamrovli nazorat reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilib, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilinayotgan holatlar yuzasidan doimiy monitoring olib borilyapti. Navbatdagi lavhamiz viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim qilingan. Chirchiq shahrida 17-22 yoshdagi 5 nafar yoshlar avtomashinalarda harakatlanib, bir nechta qo'pol qoidabuzarliklar sodir etganligi aniqlandi. Ular yo'l bezoriligi sodir qilib, ushbu jarayonni tasvirga olib, shov-shuv va layk yig'ish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Holat yuzasidan voqeaning barcha ishtirokchilari tegishli tartibda hududiy ichki ishlar organlariga olib kelindi. 2004-yilda tug'ilganman. Chirchiq shahrida yashayman. Shu bo'lib o'tgan hodisalarda internetda tarqalib ketgan videodagi Dilfirang Nexus'chi men haydaganman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu holatlar boshqa takrorlanmaydi. Hammadan uzr so'rayman. Men 2003-yil 12-dekabrda tug'ilganman. Chirchiq shahrida turaman. Nexus haydovchisiman. Og'aynilarimga aylanamiz deb chaqirishdi. Chirchiq ko'chalarini aylandik. Yo'l harakati qoidalariga to'g'ri kelmagan manyovrlar qildik. Men qilgan manyovrlarimda kimgadir aziyat bergan bo'lsam, kim meni aziyat chekkan bo'lsa, uzr so'rayman. Bu ishim boshqa qaytarilmaydi, kechirishingizni so'rayman. Shu bilan birga surishtiruvlar davomida ishtirokchilardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa-da, haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi hamda muntazam ravishda yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, bu harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib kelayotganligi aniqlandi. 2008-yil tug'ilganman. Yoshim 18 da. Haydovchilik guvohnomasiga ega emasman. U video tasvirlarning hammasini o'zim qilganman. Bu ishimdan pushaymonman. Boshqalarga maslahat bermayman. Agarda yo'lda kimnidir qisib qo'ygan bo'lsam, yoki xalaqit bergan bo'lsam, ulardan uzr so'rayman. Achinarlisi, qoidabuzarlar orasida voyaga yetmagan shaxs bo'lib, u holatni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Mazkur holat yuzasidan 17 yoshli o'quvchining otasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu video to'g'risida xabarim yo'q edi. Yog'iga nazorat olib, oldini olaman hammasini. Nazorat qilaman. Qolgan ota-onalarga ham tavsiya beraman, oldini olsin bolalarni. Nima qilib yurgan ishini bilib, oldini olib yurishsin. Qoidabuzarliklar aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlardan o'chirilib, avtomashinalar vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shuningdek, transport vositalarini boshqargan 4 nafar shaxsning harakatlariga huquqiy baho berish uchun yig'ilgan hujjatlar sud organlariga yuborildi. Eslatib o'tamiz, yo'l bezoriligini sodir etish, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo bilan yakunlanishi mumkin.